do'stlar, hozir qaytyapmiz. Do'stlar, bu do'stlar bilan kechgacha o'tdik o'zi ham. do'stlar, buni hech kim tushunmagan bo'lsa ham, do'stlar, hech kim tushunmagan bo'lsa ham hozir buni birinchi qismdan ko'rib olingizlar. Sen poeziyani oxirgacha haydab keyin haydayman. Mazza. Tak do'stlar, kanalimizga ozroq obuna bo'ling. Yo'q, haydaqani haydayapsan. Kiradigan yo'q. Bitta poeziyani ko'rib ketaylik, ko'rganimizda qiziq ketdi. Bu yo'qdan masala. Ha. Men olganman. Yursa qayerga ketding? Uchib ketding-ku sen hozir. Do'stlar, kim videoda ko'rgan bilan akim uchib ketdi. Poeziylar orqada qoldi. Aytdim. Ana sher Ana sher taxtadan ketdi. Qayerga yo'l yo'q bo'ladi. Ana-ku. Oldi. Mazza. Do'stlar, menga qarangizlar. Bu yoqqa odam kutaygan joyi ham bor ekan. Bu yoqqa adablar yozilgan. Bu yoqqa liftmi nima bu? Do'stlar, vaqtlarda poyezd aşağıdan o'tadi. Do'stlar, xudoni lavaga o'xshaygan. Do'stlar, ana shu aylanani ichidan poyezd o'tadi. Yo'q. Bular tualet chiq O'zbekistondan. Okey. Ana. Poyezd ham o'tadi chiq. Hammaga o'tadi poyezd. Ana do'stlar, poyezd joyi. Bir marta ketganman shu sohilga. Sensiz. Aç poyezd. Dans ketgansanmi? Uramaysan? Tez o'tadi aşağıdan poyezd. To'pol o'tadilardan. O'rgan bitta, o'rgan o'tadi. Tak do'stlar, akash pul bermaymiz. Mayli. Hay. 50 TL Zato verdik. Böyle mi gittin? Do'stlar, ana da ketdik. Nasıl poyezd? Do'stlar, 200 rukam Abi bo'lsa fakan. Olib ketay 200. Abi bo'lsa fakan. Ana pastda ham shunaqa. Jo'n ketdi. Akasi ibi ana tushdi. Haqqili pasadan. Haqiqiy emas. Do'stlar, haqiqiy lift Minecraftda umuman yo'q. Bu lekin mod qo'shib bo'ldi. Bu qanaqa yaralgan bu narsalar? Qurganda kimdir? Kazan poeziyani oxirgacha sanab yo'q, bekat bus avtobus keladi. Bus stop avtobus to'xtashi böyle mayli. Zaten yo'q, abellan. Aynen. Daga ketdik. Kecham tushib ketdi, borgancha ittilar bemasa bo'ldi. Asa qulay ketadi. Zo'r yo'lda, juda sovuq. Do'stlar, ana biz ketdi qoldi, aşağıdan chiqamiz. Ana tugadi ham yo'l pastda. 1 soatla ketsa kerak, ha? Yarim soatchada yo'l bo'ladi. Ana hozir qaytib olamiz, ana bo'lgan. Ana keldik уже, ana. Tinch bo'lamiz. Keldik ana, to'g'ri kelsak uyimizdan. O'zbekistonda o'zim uxlayman ku. Do'stlar, men uxlayim kerak, uxlayman. To'g'ri. Kelkashdi. Keldik mana. Charchaman, tezakora bor. İlk kun yetimizde. Lekin do'stlar, bu hoyam mashina olmagan kim bo'lsa ham. Ketdik do'stlar. Ertaga nima qilamiz? Shakcha olib turadi. Ertaga nima qilamiz, ha? Ertagami? Endi. Tak, ana bu sani. Mana yotay. O'zim ketaman.
Vahşi do'stlar uyquga qarayman. 3ta xona bor. Oshxonamga o'tiraman, uxlayman. Uxladim. Do'stlar, ikkinchi kun kechasi keldi go'yo. do'stlar vahşi odamam charchab ketdi. Demek. Jo'q bo'lgan joy bor. Restoranga borasan. Do'stlar, bitta qism velaydi, bitta qism velaydi, oldin yana ko'p qism qilishga harakat qilamiz. Bittada ikkita video chiqaramiz biza. Tak. Do'stlar, ana. Ko'shkami? Yana ko'shka zinadan chiqmaydi-ku. Biza ko'kdan tepaga ketib chiqib. Keyin unaqa yangi uydan ko'raylik. Mayli yo'q. Undan eshik ochgan. Nima xona bor ekan? Yana uylar bor ekan. Jihozlari bor ekan. Vanna, ana. Oshxona. Vanna xona. Ev yoqqa jihoz yo'q ekan. Katta ekan, pul $1000-2000 ketsa kerak, ha. Hech kim yo'q evi. Do'stlar, bu yoqqa ketgan kimdir. Yo'q, katta xona. Mana shu uy sotib olmanda ko'rmaman. Ashakni olaymi? Mebelchi. Bilmay qo'yaman. Aka, bugun videoga hozir video olamiz-ku. Nima tavsiya berasiz? Qayoqqa boramiz? Qanchalarda restoran bor edi, kompyuterxona bor edi. Kompyuterxona. Ana kompyuterxonani topdim. Ana shayda yaqinimiz olibshi. Qo'ygo'skokuni. Ikkinchi ishigan shayda. Bu da ana bitta ko'rinmas blok buzilmaydigan blok. Ana bu yoqqa sotaman, mana ishim boshlandi-da, ketdik desak. Hozir o'zim ish ol. Yo'q-ku. Menga ish qilib taklif. Ana robotga kecha so'qilga. Ha? O'sha nima qilaman? Tak do'stlar, men kompyuterni yoqdim. Kompyuterni yoqdim, ketdik oynaylik. Yemegan berga ketdik. Voy! Do'stlar, Hep zo'r bilaman. Ketdik davay. Sen menga Kimni mashinasi bo'lsa ham roz beraygan. Kal chiqqan ekan. Men orqada qoldim. Qanasan? Ibi yo'qoling. Saladan yo'ldaman, katta yo'ldaman. Ana topdim seni, mana. Avtobus kanaga mushtlashgan zo'rgan. Do'stlar, ana bu 5, ha? Kitobxonami deyman, nima? Kitoblar o'zi chiqgan. Ashagada bizning uy yo'ldagi ashira. Kompyuterxonami deyman. Ashira shuni bo'lsa yo'l bilan. Nima bu kompyuterxonami? Yuribmizmi? Do'stlar, ikkita kompyuterxona bor ekan. Mana bizning uy. Qani? Nima ham o'shuncha shu yoqdan chiqsa bo'laydi-ku. Yo'q, shu yerda bugun joylar bor ekanmi deyman-da. Bilmayman, ancha joyini bor. Do'stlar, So'qilga ham endi bor. katta shahar. Endi bilmayman. Bir marta sensiz borgandim. Poyizda. İkincisi ama şunda bak. Yo'q, kassa bor ekan. Kitobxona bor ekan. Bundan tayyor zo'rdan ekan, qo'lchalardan yashilgan. Ha, kassa, yana kassa. Katta kutubxona ekan-a? Labirint-ku. Labirint. Tak, do'stlar, ana biton tatashga majbur bo'ldik. Shiroka. Yoshmacha o'ynasang, yoshmachasi. Isming ko'rinadi. Ana xona bu. Evet do'stlar, men adashib qoldim. Oddiy chiqdim.
Qanaqa? Ana sanki. Ya ana chiqish topdim. Bu boshqa joy ekan. Bizani nima? Bizani. Hamma joyligimiz yaqin ekan. Nasıl kutubxona? Hamma joyimiz yaqin ekan. Do'stlar, bugun video qiziq bo'ldi. Bundan kuyi bo'ldi. Yetgan bugun joy O, boramiz. ana yo'qqa nima deyapti? Magnit kosmetik xonamni bergan. Bu magnit kosmetik qo'ygan. Buning uchun magnit kosmetik bergan. Yo'qqa kutubxona, yo'qqa gaplashadigan joy. Ağuz yeringmiş ya. Tepirmi? Tegmayman. Buzilgan o'zi yer oldu. Yo'q, unaqa ta'mirlash ishlari yo'q. Bana bir qanaqa xona ekan. Ana restoran. Magnit nomli restoran ekan bu yerga. Tak, do'stlar. Tabak, imsak ismini so'ragan. Nima bo'ladi? Tabak, imsak ismini so'ragan. Tabak. Tabakda xonadir. Tabak yozilgan. Hech kim yo'q-ku bu yerda. Birinchi hadi qarashga. Ana u Turako'likda jitil bordi. U ham Hadi qalashga. u ham bir o'zi. To'xta, bu yerga nima? Market bergan korzinga joy shuni. Shunda pulini berasan, shunda ketasan. Keyin kartaga tushadi qolganlar. Qanday ekan? Qani? Ana. Ising chiqadi. Nima ekan? Ha bu yer. Misol ham nima bu? Qamoqxonami deyman? Yo'q. Misol ham nima bu? Tuyontami yo'qmi? Yo'q, tepaga. Qamoqxonam nima bu yer? Tualet. Tualet. Qanday yozilgan? Qani? Direktor. Xolos. Xonasini bergan. Ana nima xonam aka beri. Yo'q, tualet edi. Nima yo'q ekan? Yetcho aka. Qara. Hamma joyda bu yoqqa tosh blok qara. Qani? Yo'q, yozma. Bizamiz. Tapasınamız. Do'stlar, buzilaylik ekan. Aloqada bo'lamiz. Do'stlar, o'shdi xona. Bizani xonamiz-ku. Do'stlar, bizani xonamiz ekan. İbrahim to'xta, beri boku. Domni oldida kuchga qo'yilgan bu nima? O'sha eshik qo'yilmagani, shunda qo'yilgan. Beri nima bu endi beri? Tak, do'stlar, vaqti zo'r bo'ldi. Atmosferaga bomba video bo'ldi deb o'ylayman. Yo'q, men to'xtadim desam to'xtamagan ekan o'zi. Ana yuragan o'sha xona o'zimdan boramiz aylanib. Tak, do'stlar, videoni. Do'stlar, nechinchi qismgacha bo'lsa, nechinchi qismgacha. Ikkinchi qism ajoyib oxirgi qism tamom. Do'stlar, barchangizga xayr do'stlar. Do'stlar, nimaga qisqacha video qilasiz desangizlar, qarangizlar, 13:02 do'stlar, 14:15 bo'lsa ku videoni qo'yib bermaydi. Ba'zida qo'yib beradi, faqat ularda nomer, sim karta kerak. Do'stlar, tushunasizlar, barchangizga xayr do'stlar.